Dilfuza rosa somsiydigan havo bo'lyapti. Mana rosa somsa yegim kelyapti. Jizzax somsaga boraylikmi? Bitta somsani Jizzaxga boramizmi? Jizzaxliklarni o'zi Farg'onaga kelib qilyapti-yu. Rostdan qayerda Yurib qilyapti? boraman sizni. Mana Dilfuza kelding. Rostdan Jizzaxdan kelib qilishyapti. Ha, akamiz Jizzaxda 25-26 yildan beri somsa olib kelayotgan ekanlar. Aka, ikkita somsa o'zing. Mardon aka, mencha katta bu somsa. Dilfuza, Jizzax somsa shunaqa katta bo'ladi. Buni kesib bering bo'lmasam? Yo, bu kesilmaydi Dilfuza. Buni xamiri yupqa bo'ladi. Buni yorib keyin yeysiz, qarang. Yo'q. Qani? Voy, ichini qarang, to'la go'sht. Dilfuza bunga souslarni qo'shib yesa shunaqa o'targanki, bulyonni ham qo'shib berishar ekan. Uncha zo'r ekan. Quvvat kirgani sezilyapti, zo'r ekan. Do'stlar, bu hech narsa emas. Bundan ham katta 1 kilo, 2 kilolik somsalarni ham zakazga olib berishar ekan. Bu yerda nafaqat Jizzax somsa, tom somsalari ham bor ekan. Bu yerda joydan muammo yo'q ekan, yaqinlaring bilan bemalol kelaverar ekansizlar. Somsadan tashqari bu yerda sho'rva, mastava, lag'mon, galupsi, osh, cho'poncha, manta, jiz, tandir go'sht, shashlik, baliq, gazaklar, sarxi ichimliklari ham bor. Manzil Farg'ona viloyati Quvasoy shahar Zebirnisodan Go'rsetga ketganini o'ng qo'lda. Bu videoni eng yaqin do'stlaringizga tashlab qo'ying, sizga kelib shu yerda somsa olib berish kerak.